Boylikka, buncha mol dunyoga qanday erishgansiz? Buni hammasi o'sha mudhish kundan boshlandi. Baxtiyorov, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Prokuror bo'laman. Молодец, zo'r tanlov. Mansurov, sizchi? Men bilmayman-da. Nimaga bilmaysiz? Men bilmaganimni bilmayman-da. Kim bo'lmoqchisiz? Traktorchi bo'laman. O'shanda hamma sinfdoshlarim ustimdan kulishdi. Boburboy aka, uyingizda bo'ri ham boqasizmi? Qanaqa bo'ri? Abdusator akam kuchugi-ku. Ha. Xo'sh, keyin nima bo'ldi keyin? Keyin alamdan 2 gektar yer olib, ketmon chopdim. Undan so'ng esa qarzga traktorcha sotib olib, yer haydashni boshladim.